Alloh misol qilib keltiradi. Davud alayhissalom u zot doim o'z qo'llarini topganini boshqa narsani emas edilar dedilar. Yuqorida aytib o'tdik, o'zlari podsho bo'lgan. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, Bir xil Alloh taqdir qilganidan ko'pini ololmaysiz. Lekin haromdan qilib ana shu boylikni qo'lingizga kiritsangiz, u harom bo'ladi. Uyingizda, umringizdagi barakani ketkazadi. Shu bilan birgalikda uni javobgarligi qiyomatda turadi. Endi halollik bilan mehnat qilib, biror bir kasb-kor qilib turib siz mehnat qiladigan bo'lsangiz, uni barakasi bo'ladi. Uni savobi bo'ladi. Uni halollik bilan yedirgan farzandlaringizni kelajakda siz rohatini ko'rasiz. Va albatta buni ortida qiyomat kunida ajrlar bo'ladi. Shuning uchun haloldan kasb qilish, ortiladiganidan, undan ortib qolganidan ihsonni qilishlik, ya'ni birinchidan barakani ziyoda qiladi, ikkinchidan esa qiyomatdagi so'roq savolni oson qiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimni 188-oyat, Baqara surasining 188-oyatida "Va la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil" deb marhamat qiladi. Mollaringizni, ya'ni mulklaringizni o'rtalaringizda botil yo'llar bilan yemang deydi. Alloh taolo bir-birlaringizni haqlaringizni botillik yo'l bilan yeb qo'ymang deydi. Bu ham xo'rlik kiradi, ta'magirlik kiradi, firibgarlik kiradi, aldamchilik kiradi, narxni sun'iy narxga oshirish kiradi, o'g'irlik kiradi, zo'ravonlik kiradi, o'zgalarning molini tortib olishlik kiradi. Bular hammasi harom yo'llardir. Alloh subhanahu va taolo hammamizga halollikni bersin, to'g'rilikni bersin, o'zi rozi bo'ladigan tarzda